Bugun sizga 2026 Chevrolet Suburban modeli haqida batafsil ma'lumot beraman. Bu avtomobil zamonaviy dizayn, kuchli dvigatel va yuqori texnologiyalar bilan jihozlangan bo'lib, oilaviy sayohatlar va uzoq yo'llar uchun juda qulay hisoblanadi. Tashqi ko'rinishi yanada agressiv va jozibador bo'lib, yangi faralar, radiator panjarasi va aerodinamik shakllar uni yanada zamonaviy ko'rsatadi. Ichki salon esa keng va hashamatli bo'lib, yuqori sifatli materiallar bilan bezatilgan. Haydovchi uchun raqamli panel, katta sensorli ekran va qulay boshqaruv tizimi mavjud. Xavfsizlik tizimlari ham juda rivojlangan bo'lib, avtomatik tormozlash, yo'l nazorati va kor nuqta monitoringi kabi funksiyalar mavjud. Dvigatel qismi kuchli variantlar bilan taqdim etiladi. Bu esa yuqori tezlik va silliq harakatni ta'minlaydi. Yonilg'i sarfi ham avvalgi modellarga qaraganda yaxshilangan. Bu esa iqtisodiylikni oshiradi. Avtomobil ichida multimedia tizimi, internet ulanishi va smartfon integratsiyasi mavjud. Bu esa yo'lovchilar uchun qulaylik yaratadi. Orqa o'rindiqlar ham juda qulay bo'lib, uzoq safarlarda charchoqni kamaytiradi. Yuk joyi keng bo'lib, ko'p narsalarni joylashtirish imkonini beradi. Bu model oilaviy foydalanish uchun ayniqsa mos hisoblanadi. Rul boshqaruvi aniq va yengil bo'lib, haydashni zavqli qiladi. Yo'l sharoitiga moslashuvchan suspenziya tizimi esa silliq yurishni ta'minlaydi. Tashqi rang variantlari ham ko'p bo'lib, har kim o'z didiga mosini tanlashi mumkin. Bu avtomobil katta o'lchamlari bilan ajralib turadi. Ammo boshqarish juda oson. Texnologiyalar yordamida parkovka qilish ham yengillashtirilgan. Yoqilg'i bakining hajmi katta bo'lib, uzoq masofalarni to'xtovsiz bosib o'tishga yordam beradi. Bu model yo'l xavfsizligi va qulaylikni birlashtirgan zamonaviy SUV hisoblanadi. Agar siz yangi avtomobil izlayotgan bo'lsangiz, ushbu modelga e'tibor berishingiz kerak. Video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, albatta kanalga obuna bo'ling va Tarmax kanalini qo'llab-quvvatlang. Yana ko'plab yangi avtomobillar haqida videolar tayyor.